Mana 2026-yildagi bo'lib o'tadigan AQShda bo'lib o'tadigan jahon chempionatida milliy terma jamoamiz ilk bora qatnashishi men uchun orzularimdan birini ushlanishi deb bilaman. Futboldagi yo'lim yoshligimdan 7 yoshimda hamma yosh bolalar kabi ko'chada futbol o'ynashni boshlaganman va Paxtakor futbol klubi sport maktabiga borib, futbol maktabida ustozimiz Temur Alimxodjayev qo'llarida futbol o'ynashni boshlaganman va taqdir taqozosi bilan shu 17 yoshimda oyog'imdan qattiq jarohat olib, futbolchilik faoliyatimni tugatishga va futbolchi bo'lish orzusini qanaqadir ma'noda shu ro'yobga oshmasligini anglab yetishimga olib kelgan. Bu endi o'zingiz yaxshi bilasiz, shu hayotimdagi burilish davri bo'lgan desam mubolag'a bo'lmaydi va shunda meni oldimda ikkita yo'l turganda, yoki murabbiylik qilish, ikkinchi yo'l bu hakamlik. Endi hakamlikni o'zim ixtiyoran tanlamasligim, futbolchilik paytimda ham adolat hissi kuchli bo'lardi va hakamlar bilan ko'pincha tortishardim va hech hakamlar bilan chiqisha olmasdan ularni hakamlarni chiqarayotgan qarorlari menga adolatsizlik tuyulaverardi. Shunga o'zim hakam bo'laman degan fikrdan juda yiroq edim. Amaliyotga ega bo'lish uchun bolalar maktabida borib, yordam berib, o'rganib, murabbiylik faoliyatini yurgan paytlarimda har yakshanba kuni bolalar ligasi bo'lardi. Shu bolalar ligasiga tayinlangan hakam kelmagan o'yinni boshqarishga va shunda adam aytganlar, "Sen chiqib boshqarib bergin shu o'yinni" deganlar. Men birdaniga rozi bo'lmaganman, chunki o'sha boya aytdim, hakamlar bilan unchalik chiqisha olmasdim va bundan tashqari hakamlik libosim ham yo'q edi, sariq qizil kartochkam yo'q edi, xushtagim ham yo'q edi. Keyin adam o'zlarini xushtaklarini berib, "Sen hakamlik qilib bergin shu o'yinni, o'yin o'tish kerak baribir" deb menga aytganlar va men quloq solib borib o'yinni boshqarganimda jarohatdan keyin ancha vaqt tiklangunimcha maydonga chiqmaganman. Futbolni bir marta o'ynagan odam yaxshi biladi, uni his qilasiz va o'sha futbolni sog'inib yashaysiz keyingi marta maydonga chiqqingiz uchun. O'sha maydonga chiqib hakamlik qilganimda men o'sha o'yinni ichidaligimni, o'yinni yana his qilganimni va shu futboldan qanchalik katta zavq olishimni his qilganman va shu yo'nalishda hakamlikni boshlashim o'zimga ham bir qandaydir yoqib va o'sha maydonning ichida bo'lishim, futbolda doimiy ichida bo'lishim menga to'g'ri kelib, men shu hakamlik faoliyatimni mana shu tariqa boshlaganman va birinchi marta 1998-yil Fransiyada chempionat miri bo'lgan va shu jahon chempionatigacha men endi yoshlar, o'smirlar, ikkinchi liga o'yinlarni hakamlik qilib kelayotgandim. Birinchi ligada yordamchi hakam edim. Shu jahon chempionatini ko'rganimdan keyin e'tibor bilan qaraganman. Jahon chempionatida ishlayotgan hakamlar, ularning faoliyati, chiqarayotgan qarorlari va umuman o'yinni boshqarishlarini bir tahliliy yondashib qaraganimda menda shunday bir hissiyot bo'lganki, men ham xuddi shunaqa qila olaman. Men ham xuddi shulardagi maydonga chiqib shu o'yinlarni boshqara olaman degan hissiyot bo'lgan. Birinchi marta 1998-yilda 21 yosh edim. 21 ga ham to'lmagandim. Shunda shunaqa bir o'zimda ishonch paydo bo'lgan edi. Va shu hissiyot menga juda katta motivatsiya berdi va professional top hakam bo'lish uchun nimalar qilish kerakligini o'rgana boshladim. Bu shunchalikki u paytlarda professional hakamlar bo'lmas edi O'zbekistonda. Bu hobbi deb atalardi. Hakamlik bu hobbi edi. Shunga professional hakam bo'lish uchun nimalar qilish kerakligini o'rgandim va sekin-sekin mana shu hakamlikni o'sha eng yuqori saviyasiga chiqish uchun qanday hislatlarni, nimalarni o'rganishim kerak, o'zimni qanday o'zgartirishim kerak degan savollarga javob topa boshladim. Jahon chempionatlari tarixini o'rganganimda hech qachon o'zbekistonlik bironta hakam yoki futbolchi yoki murabbiy kattalar o'rtasidagi jahon chempionatida hech qachon qatnashmagan. Jamoamiz chiqadimi yoki hakam bo'lib men o'zimni jamoam bilan, ya'ni yordamchilarim bilan
bu yerda ishtirok etamanmi, eng kerakligi O'zbekiston nomi jahon chempionatida yangrashi kerak edi. Va shuni o'z oldimga juda katta maqsad va motivatsiya qilib qo'yganman. Va bu ham menga o'z ustimda ishlashga juda katta yordam bergan. Avvalambor shu jahon chempionati ochilish o'yiniga tayinlanganimizda butun dunyo bizga ishonchsizlik bilan qaragan. Chunki bu jahon chempionatining ochilish o'yini o'ziga yarasha katta bosim ostida bo'ladi. Bu jahon chempionatining ochilish standartini belgilab beradigan o'yin. Va biz u jahon chempionati eng yosh hakamlar jamoasi edik. Eng yosh hakamni nega tayinlaysizlar? Bu hali bironta jahon chempionatida qatnashmagan bo'lsa, O'zbekiston o'zi umuman jahon chempionatlarida qatnashmagan bo'lsa, o'zi O'zbekistonda futbol bormi degan qandaydir bir kamsitishlar ham bo'lgan edi o'sha paytda. O'zbekiston farzandlari haqiqatdan ham har qanday saviyada shu o'zini yurtini munosib o'sha yerda namoyish etishga qodir ekanligini, o'zbekistonliklar nimalarni qo'ldan kelishiga bir ko'rsatishimiz biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'lgan va shunday bo'lgan ham va bizni xursand qilgan narsa o'sha boshida bizga juda katta ishonchsizlik bilan, qandaydir bir kamsitishlar bilan hattoki qaragan insonlarni fikri o'zgarib, jahon chempionatining oxiriga yaqinlashayotganda final o'yiniga o'zbekistonliklarni tayinlash kerak. Bular eng munosib hakamlar deb bizga shunaqa o'sha fikrni o'zgartirib, shunday kommentariy bergan. O'sha jahon chempionatlarida qatnashib yurgan paytlarimda 2010-yil Janubiy Afrika, 2014-yil Braziliya, 2018-yil Rossiyada bo'lib o'tgan jahon chempionatlarida har doim ko'nglimdan o'tardi, qani edi milliy terma jamoamiz ham shu jahon chempionatida qatnashayotgan bo'lganda edi. Qaysidir jahon chempionatida qatnashayotgan milliy terma jamoamiz o'yinini borib stadiondan tomosha qilsam degan orzular bilan yashardim. Va keyingi jahon chempionatiga tayyorgarlik jarayonlarida ham shuni doim niyat qilardim, orzu qilardim. Terma jamoamiz ham jahon chempionatiga chiqishini. Shu ma'noda mana 2026-yildagi bo'lib o'tadigan, AQShda bo'lib o'tadigan jahon chempionatida milliy terma jamoamiz ilk bora qatnashishi men uchun orzularimdan birini ushlanishi deb bilaman. Maqsadimiz shu 2026-yilda bo'ladigan jahon chempionatiga milliy terma jamoamiz qatnashadigan bo'ldi. Endi hakamlarimiz ham shu yo'lda 2026-yilda jahon chempionatiga qatnashishini ta'minlasak, unda o'sha oldingi orzularimiz amalga oshgan bo'ladi. Bilasizmi, jahon chempionatiga chiqish bir qandaydir kichkina bir omadsizlik yoki bitta gol, bitta ochko yetmasdan shu amalga oshmay kelayotganiga ko'pchilikda umidsizlik paydo bo'lgan edi. Xuddi bir ushlanmas orzudek bo'lib qolayotgan edi. Agar siz oldingizga katta maqsad qo'ysangiz, u maqsad balki sizga o'sha paytda ushlanmas maqsaddek yoki ushlanmas orzudek tuyulishi mumkin. Lekin yillar mobaynida sabr qilib, mehnat qilsangiz, o'z ustida ishlasangiz, hayotingizni bag'ishlasangiz, albatta bu orzular amalga oshadi va o'sha kun yaqinlashib boraveradi. Futbolni aldab bo'lmaydi, futbolda mayda-chuyda narsa bo'lmaydi. Har bitta kichkina detalga alohida e'tibor qaratib, o'sha kichkina detal katta muammoga aylanib ketmasligini oldini olishingiz kerak va uni orqasida ishlashingiz kerak. Shuningdek, yoshlarga eng kerakli narsa bu sabr deb o'ylayman, chunki hozir shu maqsad bor, orzu bor, unga tez yetishishni o'ylashyapti. U katta maqsadlar birdaniga bo'lmaydi. 1 yil, 2 yil ichida ham bo'lmaydi. Yillar kerak. Ba'zi maqsadlarga, ba'zi orzularga yetish uchun 10 yillab o'sha sohaga, o'sha yo'nalishga umringizni baxshida qilishingiz kerak. Shuning uchun sabr bilan, ishonch bilan oldinga yurish kerak. Men shunda o'ylaymanki, shu o'zini ko'zlagan manziliga, maqsadiga, orzusiga yetishadi. O'zbekiston va AQSh futbolini o'xshashligi, mana biz yaqinda klublar o'rtasida bo'lgan jahon chempionatida qatnashib keldik. Avvalambor Amerikada futbolni sokker deb atashadi va bu ko'proq shu marketing, ko'proq entertainment va mana shunday bir katta biznes deb ta'riflasak bo'ladi. Chunki haqiqatan ham Amerikada ancha yillar avval infratuzilma, mana shunday futbolni juda katta shou qilib o'tkazish, katta yulduzlarni taklif qilish, mana shu odamlarni shunga qiziqtirish, jalb qilish bo'yicha juda alohida ishlar olib borilgan. Bizda bu yo'nalish endi mana shu futbol marketingi, televideniya
shu odamlarga stadionlarda sharoit yaratish kabi mana shu infratuzilmani zamonaviy holatga keltirish bo'yicha ishlar mana yaqin yillarda hurmatli prezidentimizni mana shu qo'llab-quvvatlashlari bilan amalga oshirilyapti va o'ylaymizki bu tez yillarda O'zbekistonda ham mana shunday katta stadionlar quriladi. O'zbekistonda ham mana o'zingiz xabaringiz bor, FIFA yaqinda 2027-yilda birinchi marta futbol bo'yicha 20 yoshlar o'rtasida jahon chempionatini O'zbekistonda o'tkazishga ishonch bildirdi. O'zbekiston va Ozarbayjonda o'tkazishga ishonch bildirdi va bu ham juda katta ishonch. Avvallari mana agar 34 yil orqaga qaraydigan bo'lsak, biz o'tgan yili futzal bo'yicha jahon chempionatini juda muvaffaqiyatli o'tkazdik. FIFA rahbariyati bundan juda ham xursand bo'ldi va endi mana keyingi qadam futbol bo'yicha ham jahon chempionatini o'tkazish ishonch bildirildi va albatta O'zbekistonda mana shu infratuzilma bugungi kunda shu hukumatimizni futbolga qaratayotgan e'tibori keyinchalik mana shu futbolni rivojlantirishga, futbolni keyingi bosqichga olib chiqishga va xalqaro musobaqalarni, xalqaro katta musobaqalarni, FIFA musobaqalarini o'tkazishga yo'l beryapti. Hakamlikda karyerani endi boshlamoqchi bo'lganlarga boshlamaslikni maslahat beraman. Chunki bu juda ham qiyin yo'l va bilasizmi, boya aytganimdek, agar o'sha eng katta saviyaga yetib boraman desa, siz 15-20 yil umringizni shunga bag'ishlashingiz kerak. Va qiyinchiliklar juda ham ko'p. Juda katta bosimga chidamlilik bo'lishi kerak. Har kuni chiqib og'ir trenirovkalar qilishingiz kerak. Puls, yurakning pulsi 180-200. Har trenirovkada mana shunday siz sacrifice deydi-ku, yana bir marta o'zingizni shu narsaga qurbon qilishingiz kerak. Yana bir marta aytaman, sabrli bo'lishingiz kerak. Chunki hakamlarda albatta adashmovchilik bo'ladi, xatolar bo'ladi. O'sha xatolarda sizni juda qattiq tanqid qilishadi. Eng kerakligi siz o'zingizga to'g'ri bo'lishingiz kerak. O'zingiz bu xatoni ataylab qilmaganligingizni bilishingiz kerak. Siz adolatli bo'lib, o'sha hakamlik davringizda xatolarni tan olib, uni ustida ishlab, o'sha xatoni keyin qaytarmaslik ustida doimiy ishlashingiz kerak va mana shu tanqidlarga javob bo'ladi. Agar siz ko'p mehnat qilsangiz va shu kasbingizga haqiqatan fidoyi bo'lsangiz, uni hech qachon unga eng kerakli yengil qaramasangiz, sizda hakamlikda katta natijalarga erishish imkoni paydo bo'ladi.